Savol quyidagicha: 25 ko'paytirilgan 3 teng 12. Ikkita qalamni joyini o'zgartiring, ifodani to'g'rilang. 1 minut vaqt ichida topgan o'quvchiga mana 50 ming so'm pul mukofoti bor. Shohruz nima qilamiz? Qani Shohruz? Nechta qalam edi usta? Ikkita qalam. O'zi ikkita qalam qimmatli bo'lding. Ha, bu ko'paytiruvdi mana. 25 ko'paytirilgan 3 teng 12. Ko'paytiruvga bog'liq. 21 qo'shilganmi? 25 ni 3 ga bo'lsak 12 emas. Ko'paytiruv qilamiz. 25 ko'paytirilgan 3 teng 12. Qani? Hop. 25 dan ayiramiz 9 ni 12 mi? Yo'q. 12 chiqish kerak jo'q. Ikkita qalam. Yo'q. 12 chiqmaydi. Tengda u yog'i ham o'zgaradi, bu yog'i ham o'zgaradi. Tushunyapsanmi? Ikkita qalam bilan to'g'rilashing kerak. Qani? 35. Hop. 35. 3 ga yo'q, xato. Mayli, mayli. Shohruz. Qani? 25 ayrilgan 3. Bitta qalam. Nima topdi? Yo'q. Topdi qo'sh. 2 qalam emas. Vaqtimiz 1 minutdan oshib ketdi bolalar. Mayli, yana o'ylanglar. 30 sekund yana vaqt. 25 ko'paytirilganda ana bitta qalamda. 25 ko'paytirilgan 3 teng 12. Hop.